Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti'nin Halifler Tarihi namlı kitabımızdaki ders devamında bugün Suyuti Ebu Bekir Sıddık'nınki Peygamberimizde rivayet kılan hadislerini sanıp gelip bugün 39. hadiste mundaqdaydı. Bir günahın 70 kıtım kayıtlısı mı bir adam istiğfar ettiği verse bu adamdaki bu günahı yani ısrar bulmaydı. Yani bu günah kılgandek bulmaydı dep yani istiğfarınki nayet büyüklükün tekligen bir hadisde mi bu Ebu Bekir Sıddık rivayet kılan. Lekin ma hadis sel zayıfrak. Ondan da başka Peygamber Aleyhisselatü Vesselam uruş işlerde sahablar bilen meslahatleşetti diye hadisde mi Ebu Bekir Sıddık rivayet kılan bulup bunu İmam Tabarani rahmetullahi aleyh özünki hadis kitaplarında hatırlap çıkargan. Ondan başka Estaizu billah men ya'mel su'an yujza bih degan oyatninki nima haqida tushganligini Ebu Bekir Sıddık rivayet qilgan. Bu so'zni İmam Tirmizi, İmam İbn Hibban ve ulardan başka hadis alimlari özünki hadis kitaplarında hatırlap mangan. Ondan başka mesela sizler bu ayetni o'qiysizlar. Estaizu billah ya eyyuhellezina amanu aleykum enfusakum degan oyatdagi mazmunlarni Ebu Bekir Sıddık rivayet kılgan bunu İmam Ahmed ve tüvet hadis alimleri ve İbn Hibban qatarlıq nurgun hadis alimleri rivayet kılgan dedi. Bu ayet doğruluk ne mezmunlarını boğallıqını bu kitaptan tepsili sözlemepti. Lekin bu ne? Şu toluk sebebi nuzul ayetin şu sebebi müracaat kılsak belki ne mezmunlar eksetkelikle şu yerde bizge bildirilişi mümkün. Ondan başka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki tövendeki hadisimi Ebu Bekir Sıddık rivayet kılgan. Yani Peygamberimiz senin gumanın neme? Şikki ve şikkimizin üçüncüsü Allah dursa nemi gumanın var dep şu garda yoşurunup tuğa vaxtıda Mekke'de Medine'ye hicret kılgan vaxtıda Peygamberimizin bu sözüne ümmetke yana Ebu Bekir Sıddık yetkizgen. Bunu İmam Bukhari Müslim rivayet kılgan. Ondan başka Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki ey Allah ta'nen ve ta'unen diyen hadisini Ebu Bekir Sıddık rivayet kılgan. Bunun manası ey Allah yani benimki ümmetimdeki arasında yaki bulaniki ölümü köptüre ölüm birbirine uruş kılış yaki kafirlerle uruş kılış arkalık ölüdü yaki vaba ile ölüdü diyen mezmundaki hadis. Bunu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu rivayet kılgan. Bunu İmam Ebu Ya'la özünki kitabıda bayan kılgan. Ondan başka Hud suresi mening chechimga oqchi guzvatdi degan hadisim Ebu Bekir Sıddık rivayet qilgan bo'lib, bu hadisni İmam Darqutni o'zining Ilal nomli kitobida xotir qoldirib mangan. Bundan başka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki tövendeki hadisimi Ebu Bekir Sıddık rivayet qilgan bo'lib, buni da endi şirik aqida yoki şirik amallar mening ummatimda bu chumulning izidan aytib yo'shirib. Chumulning izini qo'llanmaydi, ko'g'ilmaydi mesela. Bir taşlının üstüde olsun ya yolda. Bilmek ne ettiğin, kıyın. Yani şu derecede yoşurun. Yani demekçi de. Bu hadise İmam Ebu Ya'la ve onlardan başka hadis alimleri rivayet kılgan. Ebu Bekir Sıddık yani mundaqdaydı. Ben dedim ben ya Resulallah etgen akşamlarda ben deydiğim bir ners öğütüp koysula diye vaktimde müşeddisimi bir ners öğütüp koygan. Demek müşeddisimi Ebu Bekir Sıddık rivayet kılgan bulup bunu Heysem ibn Keli özün Musned namlı kitabıda Tirmizi ve ondan başka alimler rivayet kılgan. Bunu Ebu Hureyre'ninki yol arqılıq mı rivayet kılıngan deydi. Belki Ebu Hureyre Ebu Bekir Sıddık'ta anlayan buluşu mümkün. Hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizler devamlıq la ilahe illallah dep özünün günahlarına estağfurullah dep estağfurun için köp ettiğinler degan hadisini degan vaqtida dep bulup iblis mundaq degan ekan. İblis bütün cinlarning, şeytanlarning eng beşe. Men kishilarni gunoh bilan hilak qilsam, meni bu mu'minlar, bu kishilar men la ilaha illallah deb endi istig'for etish bilan meni hilak qilyotdi. Men oshni es qilgan vaqtimda, ularning menga bu yana hujumni es qilgan vaqtimda dedilar. Yani boshqalarning mu'minlarning la ilaha illallah estağfurullah degan gapni ko'rgan vaqtimda ularni menda havoyi havas xohishlar bilan hilak qildim dedi. Lekin ular bunu biz to'g'ri yo'lda deb o'ylashib oladi dedi. O'zim shu havoyi havas xohishi bilan ma'lum bir ishlarni to'g'ri deb o'ylab oldi. Amaliyotda men ularni shu xohish bilan ozdirgan edim
deb shunaq deganki iblis. Bu hadisni İmam Ebu Ya'la o'zining hadis kitobida xotir qildigan. Uningdan boshqa Estağfirullah ovozinglarni payg'ambarning ovozi yuqori ko'tarmanglar degan oyat tushgan vaqtida Abu Bakr payg'ambarimizga debdi, dedim ya Rasululloh, men sana bunda maxfiy kusun gap qiladi deb gap qilaman deb ochtami degan ekanimda. Uningdan boshqa hamma narsa o'z yaratilgan tabiat uchun qulaylikdir degan hadisni Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu rivoyat qilgan. Buni Imom Ahmad o'zining hadis kitobida bayon qilgan. Onundan başqa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bunu hadisini Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, Peygamberimiz deydi, kim bana qasddan yolg'on aytadigan yoki men buyurgan bir ishni men qaytarib o'tadigan, ya men inkor qilib degandek, bu odam jahannamda bir uy tayyorlab qo'ysin, o'zining uyini jahannamda silab olsin deb shunaq degan hadisni Abu Bakr Siddiq chiqargan. Buni Imom Abu Ya'la o'zining kitobida keltirgan. Yani bir hadisni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, bu ishdan qutulishning yo'li nima? La ilaha illalloh hadisida mushu mazmunlarni Abu Bakr Siddiq bayon qilgan. Buni Imom Ahmad va uning boshqa hadis olimlari rivoyat qilgan ekan. Yani bir hadis var. Abu Bakr chiqib sen kishilarga e'lon qilgan, to'lig'in kishilarga kim la ilaha illalloh desa, u odamga jannat cho'qim lozim, vojib dedi. Shuning bilan men shu gapni deyman deb chiqsam, bana Umar uchiqishib qopti. Bu hadisning oyog'i xili uzun. Bu hadisni Imom Abu Ya'la chiqargan bo'lib, u Abu Hurayraning hadisida mushta mazmun kelgan hamda. Endi bu hadisdagi ma'lum ba'zi taraflar g'arib, Abu Bakr tarafidan kelgan tarafi. Lekin ba'zi tarafi yani Abu Hurayradan kelgan tarafi yani sahih. Ayshkina ayirib muomala qilsak bo'ldi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, mening ummatimdan ikki turlik odam bor, jannat kirolmaydi. Biri murjiilar, biri qadarilar. Deb bu islom firqalaridagi ikki firqa. Bunu İmam Daraqutni o'zining Ilal nomli kitobida bayon qilib o'tgan. Yani bir hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'dan afiyet so'ranglar, xotirjamlik so'ranglar. Meyli o'zingizga, diningizga, imoningizga hamma jihatdan. Bu hadisni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, bu hadisni Imom Ahmad, Imom Nasai, Ibn Majah bu hadisning hatta nurg'un yo'llar var, yani nurg'un sahobalar rivoyat qilganda bu hadisni shu hadis olimlari yuqorida deyilgan, bular o'zining hadis kitoblarida xotir qoldirib mangan. Yana Peygamber aleyhissalatu vesselam bir ish qilmoqchi bo'lib qolsa, mundaq deydi. Allohumma xayrli vaqtirli. Ey Allah, men xayrli qilib bergin. Ey Allah, shu ishni sen o'zing menga tanlab bergin deb duo qiladi. Bu hadisni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, Imom Tirmizi rahmatullohi alayhi o'zining kitobida, hadis kitobida xotir qoldirgan. Yani bir qarz haqidagi bir duo va qarzdan ko'tarilib ketishi, qarzdan panoh tilash deyilgandek, bu hadisni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan. Bu hadisda Allohumma farijal ham, ey g'am andishni ko'tarib o'tkichi Alloh deb boshlandi bu duo. Bu nima Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, Bazzar, Hakim qatorliq hadis olimlari o'zining kitoblarida bu hadisni xotir qoldirib mangan. Uningdan boshqa har qanday bir jasad, badan haromdan ozuqlangan bo'lsa, unda adamga davza halol, loyiq degan hadisni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, bu hadisning yana bir shakli bor. La yadkhul jannatga harom bilan ozuqlangan jasad, badan kirmaydi degan. Buni Imom Abu Ya'la o'zining hadis kitobida bayon qilib chiqqan. Va shundaqla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bunu hadisini Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, bu hadisda badandagi har qanday a'zo tilning o'tkirligini, tilning yomonligini, tilning yak uzunligini shikoyat qiladi. Deb shunday, mesela qo'limiz mayli putimiz bo'lsin, mesela tili yomon, tilimiz yomon deb shikoyat qiladi deb. Bu hadisni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degan. Imom Abu Ya'la o'zining hadis kitobida xotir qoldirgan. Onundan başqa Allah subhanahu wa ta'ala Şaban ayının 15'ida tushdi. U yerda har qanday insonning gunohini mag'firat qildi, ya'ni yer shari tushdi, ya dunyo osmoniga tushdi.
Lekin gunoh apu qilmaydigan odam biri kofir, ya'ni qalbida adovat va adovatxo'r degan hadisnimi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Buni Imom Darqutni o'zining hadis kitobida bayon qilib o'tgan. Yani bir hadis var. Hakikaten Deccal Xurasan deydigan zeminden meşriqdagi şu yerden çıkıdı. Onun ergişliğin kişilerinki yüzü şu yapılak kalkandek degan. Yani bu burun qadimki vaqtda urushda ishlatilgan qalqon bor. Şu qalqonga o'xshaydi deb. Buni Imom Termiziy va Ibn Majah rivoyat qilgan. Hatta mush Türklarning Mo'g'ullarniki shakl sifatlarida mushu lug'at ishlatilgan. Ondan başqa cennetga hisobsiz kirdigan 70 ming odamga ruxsat berildi degan hadisni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan. Bu hadisni Imom Ahmad o'zining hadis kitobida xotir qoldirib qo'ygan. Endi shafaat to'g'riliq hadis va qiyomat kunidagi payg'ambarimizning shafaat haqida bütün xaloyiqlarniki bu payg'ambarning birdan bu payg'ambarning qishig'a ya'ni bir vasita izlab bağlılık haqidagi bir hadis var. Bu hadisni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, bu bek uzun hadis. Buni Imom Ahmad o'zining kitobida, Musnad Ahmad nomli kitobida yozib xotir qoldirgan. Uningdan boshqa payg'ambar alayhissalomniki bunu hadisini Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bo'lib, bu hadisni shunday deydi payg'ambar islom: agar xalqlar bir jilg'ida Ensarlar ayrım bir jilg'ida mansa, men ensarlarning mangan jilg'isida, ya'ni yo'lida mangan bo'lardim deb ensarlarning fazilatini bayon qilgan. Bu hadisni Imom Ahmad rahmatullohi alayh o'zining Musnad Ahmad nomli kitobida bayon qilib o'tgan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.